Uchun mana So'liq qo'chqor. 50 ta so'liq, 50 ta qo'chqor tashlab qo'ysin. Xudo xolasa yildangi foydasini ko'rishaveradi. Xudo xolasa. Va 50 ta so'lig'i xudo xolasa egib. Qo'lga bir kishi bir ishlaydimi yo bir oydan oshiq ishlaydi qahramon. Shuning uchun sizga kelib ketadigan narsalar ozmasroq bir safarga ozroq kelib foyda ketadigan qilsin. narsa bizga ham begaga bermaydi. Yo'q, arzonroq bir safarga kamroq foyda qilsin, sizdan oladigan odam ham foyda qilsin. Masalan, ham kirib boradi. Qarangda, Avrobek hammasini bir joyga qo'shsam bitta kishinasi bor ekan desam olishaveradi. Lekin buni hali ko'ngil qo'ymaydi. Xursand bo'lib qolasiz. Voy, sizdan oladigan odam ham foyda qilsin qahramon. Chunki bu shuncha pulni yig'ib olishni o'zi emas, balki akalarimiz musofirdan, balki chetdan o'zimizda ishlab pul topish oson emas. Assalomu alaykum, Abray bloger kanalining ashaddiy obunachilar va tasodifiy kirayotgan akalar va ukalar. Assalomu alaykum. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur Orzon Korobtovlar Saroy qishlog'idan video syomkalarimizni boshladik. Akalar, biz Xudo xolasa manfaatli video bo'ladi. Oldindan bitta like deb bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa Qahramonjon. Assalomu alaykum. Avrobek, kutibsiz. Shuni charchamasdan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugungi zo'rlardan keyin soni ko'p. Inshaalloh sotamiz va portatamiz deydi xudo xolasa. Qahramonjon, bu katta bardaga kutib sabr xudo xolasa. Soni juda ham ko'p. Soni nechta buni? Birinchi partiyaning o'ziga 100 bor. Birinchi partiyaning o'ziga 100 bosh. Xudo xolasa katta partiyalar ko'plar. Qahramon, bular qo'chqor sovliq. Qo'chqor sovliq aralash. Qo'chqor sovliq aralash. Sovliqlarni ham xudo xolasa yarichkalar deyishadi, yarichkalardan ekan-a? Xudo xolasa zo'rlardan. Zo'rlardan ekan. 50 ta qo'chqori bor, 50 ta sovliq. 50 ta qo'chqori bor, 50 ta sovlig'i bor. Xudo xolasa. Sovliq qilaman deganlar uchun ham qo'chqor deganlar uchun akalar, xudo xolasa qo'chqorni sovliq usullari katta. Tavsiya qilinadigan variantlari. Tavsiya nimaga tavsiya qilasan deysiz? 100 ta qo'yni ichidan qahramon xudo xolasa variant ko'p bo'ladi. Variant ko'p bo'ladi. Xudo xolasa 100 tasi ham o'zi hali apparatdan chiqarilganda hammasi standart ekan-a qo'yiladi. Standart. Ajratadigan yo'q. Xudo xolasa 1-2 oylik atrofida minus emas-da. Men 5-6 oylikqa beraman. Lekin o'sha hozir olib borib qamashdim, qo'lidan bir xil bo'lib ketyapti. Xolasa. Qahramon bo'ladi. Yosh oyligi necha oylik? 5-6 oylikka beraman. 5-6 oylikka beriladi. O'yla holatini qarang, birata soatdan oyoqli qo'ylar ekan-a, xudo xolasa. Oyoqlari ham baquvvat, tik dumba, sog'liqlarini ham qaranglar mana akalar. Sog'liqlarga alohida e'tibor beringlar. Tik dumba, oyog'i baquvvat, yo'g'on qo'ylar ekan. Tik dumba, sog'liqda tik dumba yaxshi bo'ladi, qahramon. Xudo xolasa. Hammasi yarishkilar ekan, sog'liqlar qarang. Oldi ketib bir xil ekan. Qahramon, bular bo'yi nechaga beramiz? Bo'yi 70 minusga beramiz. Bo'yi 70 plus minusga beriladi. Xudo xolasa 70 dan past yo'q shekilli, qahramon. Hammasi standart ekan. Bitta minus chiqsa endi. Bitta endi minus bo'ladi. Plusi ham bor-da, plus bo'lganida minusi ham bo'ladi. 75 ko'p buni ichida. Xo'p, bular yemoqchi qahramon. Bir hafta xotirjam sinab ol. Bir hafta sinab olishaveradi. Xotirjam. O'yladi, qarang. O'ylar hammasi surishyapti, qahramon. Xudo xolasa issiq kun juda issiq Issiq kun qo'yiladi, shuni qiynamaylik, qahramon. Buni dastlabkasi qayergacha bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab bepul. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab ketdi mana. Xudo xolasa 12 ta viloyatdan Soni 100 bosh. Akalar, bir qo'ra qilib boqaman deganlar uchun tavsiya ekan. Qo'chqor boqaymiz, sog'liq boqaymiz, qo'ylar deganlar uchun mana So'liq qo'chqor. 50 ta sog'liq, 50 ta qo'chqor tashlab qo'ysin. Xudo xolasa yildangi foydasini ko'rishaveradi. Xudo xolasa. Va 50 ta so'lig'i xudo xolasa egib chiqmasa, 50 bir yildan keyin ham xudo xolasa 100 ta bo'ladi. Qo'chqorlar yo'q, yana qo'yibdi. Xolos tavsiya qilaman. Bunaqa katta partiyadan qo'ylar topish qiyin. Xudo xolasa sizlarga tavsiya qilaman. Hop, qahramon bo'ladiganini aytaylik endi. Narxida-da. Narxida, asosiy narxida, hammasini aylanib o'rgilib asosiy narxida keladi. Narx qulay bo'ladi. Narxi xudo xolasa yengil qilib berasiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ketdi mana. Bepul dastlabkasi bor. Shu aytilgan pulning ichida dastlabkasi ham bepul ketadi. Bepul, shunday aytamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Qahramon, ularni endi keyinchi narxini kelishaylik. Qo'ylarni qiynamaylik, obunachilarni kutilmaylik. Asosiy qo'ylar o'zini ko'rsatib, o'zini maqtaydigan qo'ylar ekan. Asosiy narxida. Narx qulay bo'ladi deymi? Xudo xolasa yengil qilib beramiz. Mana buni 3,5 million yo'q, 3 million 400 mingdan berishdim. 3 million 400 ming so'mdan. 3 million 400 ming so'mdan hammasini bir joyga olib ketdi. 100 bosh ketdi. 100 bosh ketadi. Mana so'liqlarni qaranglar. Buni qo'chqorladi. Bir rarkasi agar masalan bozorga olib borsa 3 million 300 ming 3 million 400 mingdan kam oladigan bo'lsa, qaytarib olaveraman. Dangal. Qo'ylar lekin holati ideal. Narxi qulay keldi, narxini qulay sotamiz. 3 million 400 ming dollar hammasini bir joyga olib Xudo xolasa bo'shatishga bo'ldi qahramon. Kami ham bor. Bularda misol uchun ikkita olaman deyilsa, davomi ham bor.
Bor. Davomi O'ta serak. davomi bor akalar. Telefon qiling, xudo xolasa bitta olsa ham, ikkita olsa ham sotiladi. Muammo yo'q. Telefon qilsa 100 tani bitta sotaman degan yerdim yo'q. Bitta olsa ham, ikkita olsa ham sotaman. Lekin tavsiya qilaman, xudo xolasa tavsiya qiladigan qo'ylar ekan, tavsiya qildim shularga. Xudo xolasa telefon qilish qoldi xolasizlarda. Telefon qilasiz, xudo xolasa ishlaringiz bitadi. Qahramonjon buni endi bo'shatishga bo'ladigan bo'lsa, xayri ham bo'ladi endi. Jami bor. Bo'shatishga bo'ladigandan qani qahramon keling. Yana bitta o'ting. Xudo xolasa mana buni Bo'shatishga bo'lsa yana bitta tashab bering. 50 ming o'tib bersam ham 100 tasiga. Hop. 50 ming o'tib bergan taqdirimda ham qancha pul bo'lib ketadi? Ancha pul bo'ladi. Hop. Mana buni 100 mingdan kam bersin. Bir malaka. 3 million 300 ming so'mdan. 3 million 300 ming so'mdan akalar. 12 ta viloyat akalar qayerdan ko'rayotgan bo'lsangiz ham akalar tavsiya qilaman. Bo'la qara. To'g'ri qara. Tirsillar, xudo xolasa, qo'chqor, sovliq, hammasi bir-biridan chiroyli qo'ylar ekan. Sovliq qo'y qilaman deganlar uchun mana akalar. Jumlar chiroyli. Akalar biz ikkinchi partiyamizga xudo xolasa navbatda berib oldik. Ikkinchi partiyamizga xudo xolasa Svitnoydan, go'zallardan boqaman deganlar uchun xudo xolasa bir qo'chqor, bir urg'och dedingiz, qahramonjon. Ikkita sovliq, ikkita qo'chqor. Ikkita sovliq, ikkita qo'chqor ekan akalar. Xudo xolasa Svitnoy qilib, rang-barang boqaman deganlar uchun mana Svitnoydan olib qo'yibdilar ekan. Qahramon bo'ladi, yoshligini necha yoshga beramiz? 5-6 oylikka beriladi. 5-6 oylikka beriladi. Xudo xolasa. Avgustga borib sovliqlari qochadi. Mana ikkitasi sovliq. Mana shu ikki yonma turgan sovliq mana. Mana ikkitasi qo'chqor. Ikkitasi qo'chqor. Hammasi bir-biridan go'zal. Bir qo'raga boqinglar, lekin ikki ham bitta sovliq, bir urg'och boq, bitta sovliq, bitta qo'chqor qilib qo'ysangiz ham xudo xolasa bir yildan keyinga o'zingizdan ikkita qo'ylar, xudo xolasa eng kamida 3 ta bo'ladi, qahramon. Mana qo'y qara. Qo'lla o'shlan qaraman. Yuruvini asosdan ekan-da. Xudo xolasa. Bularni bunaqasi bo'g'ozi ham palon bo'lib ketyapti. Bunaqa rangli svetni ranglarda. Xudo xolasa. Bo'g'ozi ham palon bo'lib ketyapti. Qo'chqorni ham qo'yavering. Narxi ham bozorlarga borsangiz ham sariq qo'ydi narxi o'ta qimmat. To'g'ri. Sariq qo'ydi xudo xolasa. O'zi zot aralashib ketib bo'ldi-da. Biz ham toza unaqa demayman, lekin xudo xolasa kam emas. Quloq oshlarini qarang. Qo'ylar akalar, xudo xolasa telefonni YouTube'da ko'rib oldim desangiz ham xudo xolasa qo'ylar borgandan keyin xursand qiladigan qo'ylar ekan. Rang voshi ham, quloq voshi hamma yo'q, oyoq qo'llari hamma yo'q kelishgan qo'ylar ekan akalar. Bo'ylari nechaga beramiz, qahramon bo'ladi? Ularning bo'ylari 70 atrofiga beraylik. Ikkitasi 70 dan minusga bor. Mana ikkitasi minus chiqishi mumkin. Sog'liqlari esa sog'liq qo'chqorlar, ikkovsi qo'chqor. Qo'chqor sog'liq. Qo'chqor sog'liq. Dadil, xudo xolsa emas. Badan boshlarim kelishgan. Hop, bular dasturkasi necha ular, qahramon? Toshkentgacha bepul qilamiz. Toshkentgacha bepul ketaveradi. Hozir narx bo'yicha Toshkentgacha bepul. Undan uyog'i ham dasturga bor, faqat kelishadigan holda. Xudo xolasa bir yerga oldim degan odam xudo xolasa mana qo'ylarni qarasam baraka topadigan qo'ylar ekan. Qarang. Oldindan o'zingizdan tulash boshladi. Xudo xolasa ozgina ham berishadi, tulaydi qo'ylar. Qahramon buni qo'yda maqtash. Bitta ko'ringda. Oldiga o'tib kelganlar. O'zi qo'ylar o'zini qahramon maqtayapti qo'ylar. Kalla boshlari ham. Oldin tilab bo'lgan qo'ylar. Qaranglar, xudo xolasa oxir junni olish kerak yo'q. Oq mushugidan deganlar uchun mana akalar. Qahramon bularni qo'ylar o'zini maqtay borgandan keyin xudo xolasa rahmat aytadigan qilib bitta narxini ayting. Bo'ldi, mana xudo xolasa bozorga nisbatan aytadigan bo'lsak 4 million 38 bo'ladi. Hop, biz bozordan arzon bo'ladi dedik. Men bekorga aytmadim, arzonchilar Putumchilar qishlog'ini so'raydan dedim. Siz arzonchi deb qarang. Bozorga nisbatan 300 ming arzon qilib beraman dedim. Tildan chiqqan javob beraman. Bozorda 3 million 8 bo'lgan bo'lsa, menda 3,5 milliondan. 3,5 million so'mdan. 3 million 500 mingdan realni telefon qo'ylar zo'r. Narxi ham zo'r oldi akalar. Lekin Abrar bloger kanalidan chiqyapman deysa, xudo xolasa xayrisi bor, qahramon. Chunki bu qo'yingizni ham misol uchun ikkitasini olaman desam 3,5 million so'mdan bo'lsa, plan puli ketadi. 7 million so'm pul, 7 million so'm pulga bir kishi bir ishlaydimi yo bir oydan oshiq ishlaydi, qahramon. Shuning uchun sizga kelib ketadigan narsalar ozmasroq, bir safarga ozroq qo'yib ketadigan narsa bizga ham begaga bermaydi. Yo'q, arzonroq, bir safarga kamroq qo'yaqsin, sizdan oladigan odam ham qo'yaqsin. Hozir sotadigan narxim bo'yicha 3,5 milliondan unaqa katta foyda qilmaydi. Lekin mayli ofis summadan bir narsa o'tib beraman, telefon qilib o'zlariga. O'tib berasiz, xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa telefon qiling, yana xayrini o'tib beradilar. Mana qulog'ida ko'k baldog'i borlar. Qo'chqor mana tomonda, chap tomonida sariq baldog'i borlar. Sog'liq. Agar telefon qiling, xudo xolasa xayrisini o'tib beradilar. Telefon qiling, faqat telefon qiling, shoshiling, xudo xolasa bunaqa kamdan kam keladi. Bunaqa narxlar ham kamdan kam qo'yiladi. Xudo xolasa ekronni
pastda qolgan nomerlarga telefon qilaverasiz akalar. Like bosishni ham unutmanglar. Xudo xolosa bunaqa qo'ylarni o'tkazolmaslik uchun obuna bo'lib, like-ni bosib turinglar. Xudo xolosa biz bitta bonus ham bor deganmiz, 2200 lik qahramon. Shuni ham qo'yib berasiz. Bor. Mana 2200 lik ham bonus qo'yib beraman deganlarga kuzatib turinglar. Keyingi partiyamizga navbat beraveramiz. Mana biz 3-partiyamizga navbat berib, 3-partiyamizga xudo xolosa juni olinmagan variantlar ekan qahramon. Olinmagan, o'zi turadigan kashdan variantlar. Degani kashdan qozoq sori variantlaridan ekan. Qahramon bularning soni nechta? Soni 15 bor. Soni 15 bosh. Ha. Hop 1 2 3 4 5 6 7 tasi qo'chqor ekan. 7 tasi qo'chqor. Qulog'ida sirg'asi ko'klari. Yarmi qo'chqor, yarmi so'liq ekanda qahramon. Ha. Hozir 14 tasiga qarang, bitta nav aytamiz. Bittasi 2200 ming bo'ladi. Bittasi 2200 ming. Endi aytaman, qahramon, mana shu ham shular bilan ketarmi deb. Ha, siz 2200 mingga beraman, xudo xolasa. 200 ming so'mga ketdi mana shu bonusi bilan. Qo'shib bersa ham ketaveradi aslida. Hammasini bitta olsa, bu alohida o'sha bularni pulida 2200 dan bu ketaveradi. Mana qolganlarga qanday bo'ladi? Voy, yashang. 2200 ming so'm ekanlar, xudo xolasa bonuslar qolib ketdi. Qarang, bularning yoshi necha oylik mana shu qo'ylari? Bular 3,5-4 oylikgacha. 3,5-4 oylik qo'zilar. O'zi qo'zidan to'qliga chiqib qolayotgan ekan. Mana akalar qarang. Qarang, katta qo'chqor. Lekin bittaligi bonus tomoni. Alloh berganligisi bor. Ortig'i bor ekan. Ortig'i bor, mayli. Bu semirishiga, boshqasiga ziyoni yo'q. Ha, o'sha go'sht yo'nalishiga boqishadi, mazza qilishadi. Buni endi olib tashlab kichkina qoladi. Shuni olib qo'ya qoldim. Ular bergan narsa nima keragi bor? Qo'y, bir o'sgan, dulbara hamma yo'q kelishgan qo'ylar ekan. Mo'g'ular kichkina badani. Badani og'riq qo'ylamas ekan, badani to'la. Kashtanglari mazza qilib boqaman. Degan variantlar ekan. Hop, qahramon bular dasturkasini qayergacha qilamiz? O'zbekiston bo'ylab qilaveramiz. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Bepul tarzda yetkazib beramiz. Qarang. Bepul tarzda. Hop. O'sha gap, hammasini bir joyga olsa, Toshkentgacha bepul. Hammasini bir joyga olsa, Toshkentgacha ketaveradi. Toshkentgacha bir joyga ketaveradi. Bo'ylari necha qahramon bo'ladi endi? 65 plus. 65 plus minusga qo'zini aslida bo'yini so'raydigan emas, o'sadigan narsa. Xudo xolasa kundan kunga o'sib, kundan kunga pul qo'shadigan variantlari. Xudo xolasa shu ariq bo'yida aylantirib keltirsa, mana bular qahramon xudo xolasa ustiga borib, qo'chqorni sog'sangiz, sog'liqlari sizga qarang, qorinlarni qarang buni. Qonni yeb ichishlardan so'ramasa ham bo'laver ekan, qahramon. Umuman yeb ichishdan muammo yo'q. Muammosi yo'q. Sog'liq salomatligiga necha kun garantiyasini beramiz? Bir hafta xotirlasini. Bir hafta sinab olishaveradi. Qarang, qo'yiladi holati. Birinchi kallasini jul chiqqanman. Hammasi hisobi mana. Hisobi. Hammasi hisobi. Kashtanlarni esa ko'raylik. Kashtanlari ham. Kashtanglaridan deganlar uchun. Haqiqat mana kashtang so'raganlar, kashtang. Sog'liq. Zo'r bo'ladi, sado qiladi. Bular ham sentabrda akalar tavsiya qilaman, puli yengil. Sizga semiz boqadigan odam semiz qo'ydi olish shart emas. Chunki boqqan olyapti. Bu katta bo'ladigan suyaklari buzuq, yaxshi qo'y olaman deganlar uchun mana akalar tavsiya qilaveramiz. Semizini olib borib olib, yana semirtirgan olinadi uni. Bu kundan kunga o'sadigan variantini olib qo'ying, xudo xolasa akalar kundan kunga pul qo'shadi. Uzoq yil, 1 yilmi, kuzgacha boqib yuraman degan akalarga mana shuni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa qahramonjon buni endi pullar qoldi. Kishnasini 2200 ming so'm dedik mana akalar. 2200 deb qo'y mana. Hozir yeb ichishi zo'r, qahramon. Voy, qonni qarang, qonni tengillab turibdi ekan. Sog'liq salomatligi zo'r. Bunga ham bir hafta garantiyasini beraverasiz. Xotirjam. Bularning narxini qanaqa kelishamiz? Qarang. Bularda mana 3 million yo'q narx. Hop. 3 milliondan tildan chiqqaniga javob beraveraman, qarang. 300 ming arzon bo'ladi. Bozorga nisbatan 300 ming arzon bo'ladi. 2 million 700 mingdan 2 million 700 ming so'm. Alloh barakasini bersin. 2 million 700 ming so'mdan 14 tasi ketdi. 7 ta qo'shgan. 15-sizga mana shu qo'y 2 million 200 ming so'mga uylaringga Samarqandgacha osalangan kirib boradi. Qarangda, Avrobek, hammasini bir joyga qo'shsam bitta kishinasi bor ekan desam olishaveradi. Lekin buni hali ko'ngil qo'ymaydi. Xursand bo'lib qolasan. Voy, sizdan oladigan odam ham foyda qilsin qahramon. Chunki bu shuncha pulni yig'ib olishni o'zi emas, balki akalarimiz musofirdan, balki chetdan o'zimizda ishlab pul topish oson emas. Xudo xolasa sizdan olib foyda qilsa, keyin sizdan 15 kun, 20 kun boqishadi, o'sha qo'y bekarga qoladi. Chunki kundan kunga o'sib rivojlanadigan qo'y. Xudo xolasa bor foyda kiradi. Maza qilib, qahramon otangga rahmat. Xohlasin sotib ishlatsin, xohlasin bitta savobli ehson qilsin, xohlasin so'yib yeysin. Mana buni 2200 mingga o'shasini bor baraka. Jar baraka. Ha, bor baraka. Akalar, xudo xolasa zo'r bonus, mana bonus akalar. Qo'ylar hammasiga sog'lik, salomatligiga mana biz. Akalar, videoda ko'rib oldim desalang ham, akalar, qo'ylar borgandan keyin ishna qo'ymas, katta-katta suyaqli, yaxshi qo'ylar.
kundan kunga o'sadigan variantlar, yeb ichish, sog'lik, salomatligiga xudo xolasa aldaydigan boshqa akalar emas. Misol uchun akalar telefon qiling, xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, ishingiz bitadi. Bizdan yiroqlashmaslik uchun akalar obuna tugmachasini bittadan bosib, xudo xolasa video yoqqan bo'lsa otangga rahmat, bitta kommentariy yozib qo'ying. Sizdan hech nima talab qilmaydi. Bitta like bosib otangga rahmat deb kommentariy yozib qo'ysang, biz chiqarayotgan videolar sizlarga xudo xolasa joyiga yetib borib qolishga yordam beradi. Akalar keyingi videolarda ko'rishguncha